Yo'q. Va tez ayt bolalarga. Bo'laman, tushundim. Hozir men bolalarni chaqiraman. Xo'p. Sen ancha qancha qiynalgan. Sen ham qancha qiynal. Sen to'g'ri gapir, to'g'ri. Siz ketish kerak ekan, jo'ra. Qayerga? Chemodanlar yo'q, ketish kerak. Qilyapti-da. Odam emasman, qol desam, odam emasman. Hovliqma, to'g'ri gapir. Yur, nima deb gapni? Ha, gap nima, gap gapir. Bobur ana qilyapti, deyapti-da. Boburmi? Ha, Bobur. Telefon. Ha, Bobur, nima gap? Gapir. Nima gap, tinchlikmi? Yangilikni dodasi bor, eshtinglar. Hamma qarindosh urug'ingga aytgan. Aziya Luxdan Turkiyaga keyingi haftaga dahshat qaynoq turlar e'lon qilindi. Eshtinglar, Antaliyaga har kuni reys bor ekan, 10 million so'mdan. Fethiyaga 28-iyul kuni bor, 10 million so'mdan boshlanadi bu ham. Marmarisga ham 28-iyul kuni bor, 9 million so'mdan. Bodrumga 29-iyul 13 million so'mdan. Biz 25 milliondan ketganiga esinglarda bo'lsa Bodrumga. Karlovarliga 1-avgust kuni 16 million so'mdan. Sharm Sheyxga 1-avgust kuni 8 million 900 ming so'mdan. Bu pulli ichiga O'zbekiston havo yo'llaridan primoy reys, 7 kecha mehmonxonada yashash, mehmonxona konsepsiyasi bo'yicha oziq-ovqat, tibbiy sug'urta, transfer hammasi ichiga kiradi. Tez mana shu nomerlarga telefon qilinglar yoki Aziya Lux'ning saytidan bron qilsanglar bo'ladi yoki ilovasidan bron qilsanglar bo'ladi. Shoshinglar, joylar kam qolgan, foydalanib qo'yinglar. Mana shu hafta bo'ladi, faqat zo'r chegirmada tur olsanglar bo'ladi Turkiyaga. Maza qilib dam olib kelasizlar. Va qarindosh urug'ingga aytgin. Tez chamadan yig'ishtir, balki biz ham ketib qolarmiz. Gap yo'q. So'ragan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo o'lay. Artist. Ana artist. Petrushkami kim endi? Rayhonman. Rayhon, sizni rosa yaxshi ko'ramiz, oilaviy muxlisingizmiz. Birga uchamiz ekanda? Ha, shunaqa. O'tda ko'rishamiz, o'ting biz tomonga ya. Rayhon, men sevaman. O'chini eri bor. Qani. Ha? Mana. Asacha. Rostomizku. Asta sezdir. Yana bitta qara. Bitta qara. O'zi. Qachon nima qilyapsan? Hammang kelma endi. Hammang kelma. Onasini ham sen. Rasmga tushaylik, selfie qilamiz. Sen qaytmayapsizmi? Men sevaman, o'ylaygar sevaman. Chura. Yeri bor, mol. Yo ichman napitkasini nima ichapsan? Kechirash. Shalom. Aka, nima qilyapsiz? Ramashkamidi kim edingiz? Rayhonman. Rayhon, bitta savolimiz bordi, agar malol kelmasa. Nasa qiziqamiz. Ani qizil ko'ylagim meniki emas degansiz. O'sha ko'ylak kimniki? Innamniki. Inangiznikimi? Inasiniki. Men aytdim, katta u ko'ylakda. Amma rasm tushungan ko'ranish kim ekan? Rayhon-ku, menga yoqmaydi. Grupadagilar, men O'zbekiston havo yo'llarida biznesda Rayhon bilan uchaman. Ovqatlarni qaranglar, ovqatlari vobshe zo'r ekan, vkusno. Rayhon jo'ra bitta bularga qalaysizlar devor. Aka, to'g'risi jonimga tegdi. Tinch qo'yinglar mana. Kibir ekan, kibir. Hurmatli yo'lovchilar, o'z joylarga o'tib olinglar. Bo'pti, kabach kim edi isming? Rayhonman. Rayhon. Vino ichasanmi yo'qmi? Yo'q. İçmasang bizga olib ber, bizni limit tugadi, orqada ichamiz. Davay. Men sevaman. Sevma shuni, nimasini sevasan? Nimasini sevasan? Vino beryapti bo'ldi. Men Rayhonning ko'zini sevaman. Ko'zingizni sevaman, ko'zingizni qising siz. Mana qo'ying. Turgan butganni sevaverasiz ekanda siz. Voy sukar desangni ham sevyapsan. Yo'q, kerak emas, endi hech kim kerak emas. Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringni telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadek to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz?
Shu sifatli vafili vaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter, bitta terib olib kel. Ay, qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Tilqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man